Avtorefraktor natijasini baholash bunda shu ko'zni avtorefraktometriya qilingandagi barcha ko'rsatkichlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ko'rib turganingizdek 13-noyabr 2024, ya'ni avtorefraktometr olingan sanani bildiradi. Keyin ko'rsatkich tekshiruv vaqtini bildiradi. Keyin tekshiruvda bu seriyasi, ya'ni shu avtorefraktometr nechta odamni olganligi. Undan keyingisi bo'lsa, shu avtorefraktometriyani o'zini apparatda seriyasi, ya'ni ishlab chiqaruvchi tomonidan, zavod tomonidan qilingan seriya. Undan keyingisi vertex distansiyasi, ko'z va o'lchovchi apparat yoki ko'z va ko'zoynak apparati, ko'zoynak linzasini orasidagi millimetrda bildiradi. Ko'pchilik apparatlarda bu standart 12 millimetr bo'ladi. Shunga qarab ko'zoynakni oldinroq yoki keyinroq qilish mumkin yoki davolovchi apparatlarda, lazer apparatlarida ham har xil distansiyada bo'lishi mumkin. Keyingi ko'rsatkichda mana lazer linzani effektivligini baholash uchun kerakli o'sha vertex distansiyani hisoblash formulasini qo'yib ketdik. Kerak bo'lsa uni yana bir ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Undan keyingisi bu ko'rsatkich silindr, ya'ni sfera silindrni bildiryapti. Masalan, plus bu iskoskopiya mavzusida o'tilgan bo'lishi kerak. Silindr pluslisi yoki minuslisi bo'lishi mumkin. Plus 5 bo'lsa, bitta o'q bo'yicha minus plus 2 bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunda plus silindr bilan hamda minus silindr bilan korreksiya qilsa bo'ladi. Ko'pincha lazer apparatlari minus silindr olganligi uchun ko'pchilik nastroykani minus silindrga moslaydi. Undan keyingi ko'rsatkichimiz bu yerda R harfi o'ng ko'zini, L harfi chap ko'zini yoki R ODni, L bo'lsa OS chap ko'z ekanligini bildiradi. Undan keyin ko'rsatkichi bu yerda sfera, ya'ni sferik linza qiymatini bildiradi. Undan keyin ko'rsatkichi bu silindrik, ya'ni silindrik linza qiymatini, aksis bo'lsa shu silindrik linzani qaysi gradusda to'g'ri turishi kerakligini anglatadigan ko'rsatkich. Undan keyingisi bu sferik ekvivalent, sfera ekvivalenti ham deyiladi. Ya'ni sfera ekvivalent teng bo'ladi silindrik qiymatni 2 ga bo'lingani hamda sferani qo'shilgani. Mana bu yerda yana ikkita misol tariqasida ikkita avtorefraktometr qoldirdik. O'zingizlar hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Keyingisi bu PD distansiya papillarim yoki qorachiq orasidagi masofalar. Bu o'ng qorachiqni tashqaridan chap qorachiqni ichkari masofasigacha yoki agarda qorachiqlar bitta me'yorda turmaydigan bo'lsa, bitta qovoqni ichki qismidan ikkinchi qovoqni tashqi qismigacha belgilab o'lchanishi mumkin. Undan keyingi masofa, keyingi ko'rsatkich bu endi keratometrik ko'rsatkichga o'tamiz. Bu yerda keratodotda o'zi ko'pincha shoh pardani nur sindirish ko'rsatkichi 47-46/6 bo'ladi va shoh pardani o'zi kriviznasi, qiyshiqligi 7,5-8 millimetr, ba'zi undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Undan keyingi ko'rsatkich millimetrda o'sha kriviznasini millimetrdan 8,35 ko'rsatyapti. Undan keyingisida o'sha kriviznani qaysi gradus orqali o'lchangani, ya'ni gorizontal hamda vertikal o'lcha bo'yicha o'lchanganini ko'rsatadi. Bu yerda R1 yoki K1 vertikal liniya bo'yicha bu yerda 171 gradusni ko'rsatyapti. Keyingisi R2 yoki K2 gorizontal liniyadagi bu yerda 81 gradusda o'lchanganligini ko'rsatyapti. Undan keyingisi bo'lsa AVH, ya'ni ikkitasini o'rtacha ko'rsatkichi, R1 ga R2 ni qo'shib 2 ga bo'linganligi ko'rsatkichi, kataraktani hisob kitobida ishlatiladigan ko'rsatkich. Xo'p, undan keyingisiga bo'lsa shoh parda astigmatizmini, ya'ni R1 bilan R2 ni farqini, ya'ni bu yerda 45 dan 41,25 ayirsa minus 0,75 astigmatizm shoh pardaga tegishlisini bildiradi. Endi bu yerda mana o'sha yuqoridagi misollar orqali ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Pastda apparat modeli Tapcon hamda klinika nomi bu yerda chiqarib qo'yilgan, Ziyo Baxsh. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ysanglar bo'ladi.